Assalomu alaykum akalar. Ko'pchilik zina qilishga qiziqibdi. Endi qani men sizlarga o'zi qo'ldan kelgancha zina qilishlarni o'rgataman. Bu zinani o'zi aylana qilib ko'rsatib beraman. Aylana zina misolida. Xudo xolasa mana boshlab oldi ishimizni. Birinchi o'rinda balandligini o'lchaymiz. 228 bo'ldi balandligimiz o'zi. Tepasiga 5 sm stashka bo'ladi. 328 ni 20 ta stupenga tushadi bo'lsa. 328 bo'lingan 20. 16 dan stupenkamizni balandligi tushadi. Xonamizning eni 250 sm. Aylana zina qilishimiz uchun yo 5 sm bo'lishi kerak, yo 1 metr bo'lishi kerak. Nimaga 1 metr qilamiz? 1 metr qilishimiz sababi bu yerda biz 8 ta yo 9 ta stupenkani aylana qo'yishimiz kerak. Agar biz buni 1.20 dan qo'yadigan bo'lsak, mana aylanangiz kichkina bo'lib qolib, xunuk bo'lib qoladi. O'shanga aylanaga qancha joy katta bo'lsa, shuncha chiroyli chiqadi aylana. Bu joyimizda biz 9 ta dona stupenkani aylana qilib qo'yganmiz. 9 ta stupenkadan keyin bu yoqda 1, 2, 3, 4 ta stupenka bu yoq qo'ydik, ha. 13 dona shuni aylanamiz tushadi pastgacha. 7 dona aylanadan bu yog'i tepaga chiqadi. O'shanda optik hisobda 20 dona stupenka tushdi. 328 balandlikka oyoq qo'yadiganimiz 4 sm bo'ladi. Oyoq qo'yadiganimiz 28 sm dan tushgan bo'ladi. Joyimiz kichkinaligi hisoblanadi. Endi bu joydan kelib chiqib sekin bo'lib olsa bo'ladi. Aylana joyiga kelganimizda, hamma gradusini chizib olganimizdan keyin shu o'rtadan shu yerga shunaqa qilib stupenkamizni qo'yamiz. Hozir taglarini ham qo'yib bo'ldi, apparatlarni tagi bo'ladi bu. Endi hozir armaturalarni tashlaymiz. Armatura tashlaganimizdan bu qo'lga cho'tib yoqib qo'yamiz. Bu ham bilmaganlar uchun layfhak bo'ladi, bilganlarcha eslatma bo'ladi. Aylanamiz bo'ladi okalar. Aylanamiz bu holda chiroyli razmerdan aylana bo'lib chiqdi. Tepadagi narsani nimaga qoqibdi? O'z sizlarga shuni tushuntirib beraman. Bu joyimizda zinamiz bo'lgan hisobiga tepaga plashatka qilishimiz kerak bo'ladi. Plashatkani tagiga qo'yilgan, ustimga qo'ygan joy bo'lmadi. Shuning uchun bu yerda devorda shuna qilib foydalanganmiz. Bu yerda devorga qotirganmiz. Bu yerdan yo'l aqib berganmiz. Hozir pastga paxta oqqanimizni ko'rsatganmiz. Bu yoq taraf xomon sanuzel bo'ladi. Katta bo'lib, mana bu eng oxirgi tarafi 70 sm bo'ladi. Nimaga 70 sm bo'ladi? Bu yerda pastga tushganda bosh temasligini hisobini olib ketadi. Okalar bu armaturani ham shunaqa chiroyli bir xil razmerda qilib, iloji boricha bir xil razmerda qilib taysani chiroyli ham chiqadi. O'zini sifatli bo'ladi. Endi buni yonlilarini qadam bo'g'masini bo'g'ib olishimiz kerak. Endi kuzatib turgan o'rgacha va xolos ozgina qoldi. Armaturalarni to'qib olgandan keyin shunaqa yonlarni to'sib oladi. Bu tomirlarni to'sib olganmiz, aylana bo'lgan hisobiga tomirni to'sganmiz. Mana bu reykalar nima deb so'rashingiz mumkin. Bu reykalarimiz mana stupenkani qoqqanimizda, buni tepasiga chiqib yurganimizda pastga ezilib ketmasligi uchun shunaqa reykalarni qo'ytirganmiz. Keyin mana yonlariga osmalarni olib chiqamiz. Bunga stupenkamizni olib chiqamiz. Osmalarni olib olganmiz, stupenkamizni balandroq qilib, bunga stupenkamizni qo'ylilarini osib, buni ko'tartirib qo'yamiz. Mana yon tarafdan ichkaridan ko'rinishi bo'ladi, o'qing. Ichkarisi ham chiroyli. Ertaga beton quyganimizdan keyin bu xolasa cho'tki chiqadi. O'qinglar, xudo xolasa 2 kundan balavkasini tayyor qildim. Hozir xudo xolasa betonni qo'ysam 2 kundan betonni quyib olgan bo'lamiz. Zinamizda 90% bitdi. Xudo xolasa. Ozgina joy qoldi. Plashatkasi. Bu yerdan o'zi vibratorlarni solib, chiroyli qilib. Yes. Deyarli qiyin joylari bo'lgan. Shunaqa qilib tepadan quyib chiqamiz.